Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga promil reyslarimiz o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan yoki 9 kassalardan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir ayni damda biz perrondamiz. Endi esa avtobusimizning qulayliklari, ichki qulayliklari haqida bitta sizlarni tanishtirib chiqaman. Qani keling. Mana avtobusni ko'rishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchining qulay bo'lgan, qulay va shinam bo'lgan joy o'rindiqlari, bemalol ketishlari mumkin. Shu yozda ishlaydigan konditsionerlarimiz bor. Agarda kimningdir telefon zaryadlari o'lib qolgan taqdirda quvvatlagichlar bilan qo'yib ketsangiz bo'ladi. Joylarimiz ham qulay va shinam. Yo'lovchilarimizning yuklarini qo'yish uchun esa tepada shunday joylar mavjud ekan. Boshqa avtobuslarda tepalar ochiq bo'ladi, narsangiz tushib ketishi mumkin. Bu esa qulay yopib qo'ysangiz bo'ladi, narsangiz bemalol xotirjam turadi. Kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz oldindan sizga yana qaytarib o'taman. Manzilimiz Toshkent shahar Sobir avtovokzaliga kelib 9 kassalardan yoki ikkinchi qavatda ofisimizdan biletlarni xarid qiling. Ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xayr, salom.